Buyuk Britaniyada o'qishni bitira olmaslikning ikki xil holati bo'ladi. Birinchisi bu pulga aloqasi yo'q holat, ikkinchisi pulga aloqasi bor holat. Bugungi videoda pulga aloqasi yo'q holatni ko'rib chiqamiz. Bunda O'zbekistondan talaba Buyuk Britaniyaga keladi va umumiy muhit yoqmasligi sababli o'qishdan o'zi ketadi. Bundan tashqari, agar talabani o'zida o'qishga xohishi bo'lmasa va yoki haddan tashqari o'yin kulgiga berilgan bo'lsa, o'qishlar qolib ketadi va yakunda imtihonlardan fail bo'ladi, ya'ni imtihondan yiqiladi. Imtihondan yiqilgan talabaga universitet uni holatini ko'rib chiqib, retake berish yoki bermaslikni o'ylab chiqadi. Ya'ni qaytadan imtihon topshira oladimi yoki topshira olmaydimi? Agar imtihon topshirish imkoniyati berilsa, o'sha qaytadan imtihon topshirasiz. Javobingiz pozitiv bo'lsa, o'qishni davom ettirasiz. Agar negativ bo'lsa, universitet sizni vizangizni cancel qilish uchun Home Office'ga ariza yuboradi. Ariza yuborgandan keyin sizga 60 kun vaqt beriladi Buyuk Britaniyadan chiqib ketishingizga. Agar siz 60 kun davomida Buyuk Britaniyadan chiqib ketmasangiz, nolegal statusga kelib qolasiz. Keyingi videoda sizlar bilan pulga aloqasi bor holatlarni ko'rib chiqamiz.